Ajal saatlarini aslang. Barliq hamdu sana alemlerinin perverdigari Allah Teala'ga bolsun. Durut ve selamlar peygamberlerinin peşvası Hocamız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge, onun aile tavabatlarına ve sahabelerine bolsun. Qalblarning shifa tepishi va isloh qilinishining eng muhim sabablaridan biri o'limni, ajal soatlarini va ruhning chiqishini ko'p eslash. Shunga suyimli payg'ambarimiz o'limni ko'p eslanglar deb nasihat qilgan. Ey qarindishim, siz shu ajal yetgan vaqtlar va shu vaqtlardagi ahvolingiz haqida o'ylandingizmi? O'limga tayyorlik qildingizmi? O'limdan keyin qabrda bo'ladigan qistangchilik, zulmat, azoblar ve periştelerinin sual sorakları üstüde oylandınızmı? Qayta tirilishni ve cemi insanlarının mahşergahga cam bo'lishini tasavvur qildingizmi? Tafakkur birla baq ketgan ajdodga, qolg'ini qabrida chirigan jasad, izdidim nadikin ezilgan mazlum, yo'q asar bo'lsa gar kuchlik zabardast. Ayrılgan baygaday zimin yuzida, tuproqda baravar chirigan so'ngak. Ahiretdə kişilərinin dərəcəsi onların əməllərinə qarab boludu. Allah'tan şu gün üçün panah və salamatlık diləyimiz. Sakratqa düşkən şu saatlər əməliyyatda insan hayatının kiçiklətilgən kartinisi. Bəndinin özü qılıyatqan iş üstüdə vafat tabadığanlığı aniq haqiqat. Şuna sakratdakilərinin əhvalları oxşamaydı. Əgər siz sahabelərinin sakratdaki halatını görgən bolsanız, onların Allah Taala'dan gəlgən xatircəmlik içində ikənligini, ölümni Allah Taalaga muloqot bo'lishga yaqinlashganlik deb qarab, ölümning kelishidan xushal ekanligini ko'ratdingiz. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muazzini Bilal ibn Rabah. Uning vafoti yaqinlab qolganda ayoli, "Voy bu musibat ne?" dedi. Bilal uningga radiya berib, "Yo'q, balki bu bir xushallik. Men Muhammad sallallohu alayhi va sallam va uningga ergashgan qadrdonlarim bilan uchrashish oldida turyotaman" degan edi. Mana bu o'limalarning peshvasi va mo'taviri Muaz ibn Jabal raziyallohu anhu. O sakrata jon talishib turib, muhtojligimda yetib kelgan do'stim kabi kelgan o'limga marhaba degan edi. Mana bu Umar ibn Abdul Aziz rahimahulloh. O'lish oldida o meni o'ltirg'izib qo'yinglar dedi. Shuning bilan kishilar uni o'ltirg'izdi. Andan o, "Ey Rabbim, buyruqlaringni ado qilishda bo'shonlik qilgan, cheklamalaringga osiylik qilgan bandaman. Ammo Allah'tan başka ilah yok deb guvohlik beraman" dedi-de beshini ko'tarib tikilib qarab qoldi. Boshqalar, "Ajab qarab ketdingizmi ey mu'minlarning amiri" deb so'rashdi. O, "Men birovlarning kelganini ko'ryapman. Ular insonmi emas, jinmi emas" dedi va vafot topdi. Kishilar ana shu oxirat yurtini yer yuzida cho'ngchilik qilishni va buzg'unchilik qilishni ko'zlamaydiganlarga xos qildik. Yaxshi oqibat taqvodorlarga mansubdir degan Qur'on oyatlarining tilovat qilinganligini angladi. Mana bu Shayxul Islom ibn Taymiya. O sakratdagi vaqtida Alloh taolaning shubhisizki taqvodorlar jannatlarda bo'ladi. Suv, may, asal, sut o'stanlardan bahramand bo'ladi. Ular qudratli Allohning dargohida ko'ngildagidek joyda bo'ladi degan oyatlarni o'qigan edi. Uning aksicha ba'zi kishilar bor. Ularga La ilaha illalloh degan desa bosh tortadi yoki ba'zi ko'ngil etish o'rinlariga berishni xohlaydi. Ba'zilar o'zining La ilaha illalloh kalimasini inkor qildiganligini aytadi. Yana ba'zilar mas holatda yoki Allohning diniga til tekkizgan holatda jon o'zidi. Sahnada nag'ma qilayotgan, naqsha aytayotgan holatda o'lgan kishilarni o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Allohdan hayotimizni yaxshilik bilan oxirlashishga nasib qilishini tilaymiz. Ölümge qandoq tayyorlik qilamiz? Ey suyumli qarindishim, agar siz ajal daqiqalarining butun hayotingizning oxirlash vaqti va sinoq paytlar ekanligini, o'limning bo'lsa barliq ma'siyatlarga xotima berguch ekanligini, uningdan qachish yo'li yoki biror panogohning yo'qligini bilsangiz, undaqda siz bu daqiqalar uchun tayyorlanishingiz va qiyomat kuni uchun taqvolik bilan qurollanishingiz kerak. Undaqda o'limga qandoq tayyorlik qilamiz? Birinchidan, cheklamalardan yiroq turish kerak. Aziz qarindishim, Allah sizni to'sgan ishlardan cheklaning. Shahvat va shubhilik ishlardan yiroq turishda nafsingiz bilan kurash qiling. Shuni bilingki, Alloh taolo harom qilgan narsalardan kunlaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan Alloh taolo kunlaydi. Uning kullishi
kishining Alloh harom qilgan ishlarni qilganligidan bo'ladi. Alloh taolo o'zi belgilagan chek-chegaralardan halqib ketgan va haromga qo'l so'zganlarga fitna va azob bilan tahdid solib mundoq dedi. Payg'ambarlarning amriga xiloflik qilguvchilar dunyoda cho'ng bir fitnaga yo'liqishdan yoki oxiratda qattiq bir azobga duchor bo'lishdan qo'rqsin. Ikkinchidan, farz va vojiblarni ado qilish. Bandaning iymonining haqiqati Alloh uningga farz qilgan amallarni ado qilmay turib namoyon bo'lmaydi. Namoz, zakot, ro'za va qurbi yetganlarga haj qilish qatorliqlar bu farzlarning qatoridandir. Mana bular islomning asosi va to'rigi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning islom 5 asos ustiga qurilgan. Ular bo'lsa-mu Allohdan boshqa iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning elchisi deb guvohlik berish, namoz o'qish, zakot berish, haj qilish va Ramazon ro'zasi tutish deganlikni anglagan edim deydi. Kimki mushu farzlarni himoya qilsa va ularni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'rsatgan yo'l bilan ado qilsa, u yaxshiliklarni va fazilatli xislatlarni o'zida jamlagan bo'ladi. Bu uningga sagarat holatida va qabrining dahshati oldida eng chong yordamchi bo'ladi. Alloh buning uchun katta ajr ato qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning rivoyat qilishicha, bir sahroliq kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yoniga keldi va: "Ey Rasululloh, menga men qilsam jannatga kiradigan amalni ko'rsatib qo'ysizlar" dedi. Rasululloh uningga: "Allohga hech narsani sherik qilmay ibodat qil, namoz o'qi, farz qilingan zakotni ado qil, Ramazon ro'zasi tut" deb javob berdi. U kishi: "Alloh bilan qasamki, buningdan ziyoda qilmayman" dedi. U kishi chiqib ketgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Kimki jannat ahlini ko'rishni xolasa, bu kishiga qarasin" dedi. 3-dan, nafsidan hisob olish va ilgirki kishilardan ibrat olish. Aziz qarindishim, irodani yuqori ko'taradigan va insonning o'limga tayyorlik qilishiga turtki bo'ladigan sabablarning biri o'z nafsidan hisob olish va ilgari yashab o'tgan kishilardan ibrat olishdir. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Sizlar hisob elinishdan burun o'zinglardan hisob elinglar. Taroziga solinishdan burun o'zinglarni taroziga solinglar. Chunki bugun o'zinglardan hisob elishinglar qiyomatda hisob berishdan asarroq. Qiyomatdagi cho'ng uchrashish uchun tayyorlik qilinglar. Bu kunda sizlar Allohga hisob berish uchun to'planasizlar. Sizlar hech qanday bir sirni yo'shirib qololmaysizlar." Shunga banda farzlarni ado qilish va cheklamalardan saqlanish ahvoli, kunini nada o'tkazganligi, mol dunyosini nadan topganligi, nimaga ishlatganligi, qo'li bilan nimalarni qilganligi, puti bilan qayerga borganligi, ko'zi bilan nimalarni ko'rganligi, quloqi bilan nimalarni anglaganligi haqida har vaqt o'zidan hisob olib turishi kerak. Banda qachonki o'z nafsidan hisob olishda qattiq bo'lsa va Alloh haqida suslik qilgan yoki chekidan oshirayotgan ishlar uchun tavba istig'for aytishini davomlashtirsa, o'lim oldida mustahkam bo'ladi va fitnadan, og'ir balo qazonlardan yiroq bo'ladi. Banda shuning bilan birga yana ilgari o'tgan kishilardan ibrat olishi va qabrlarni yo'qlab turishi, shu orqali oxiratni eslashi kerak. Sufyan mundoq degan: "Kimki qabrini ko'p eslasa, jannat buloqlaridan bir buloq uning bo'ladi. Kimki qabrini eslashdan g'aflatda qolsa, do'zax o'raklaridan bir o'rak uning bo'ladi." Hatim Asad mundoq degan: "Kimki qabristonning yonidan o'tib, o'zi ustida o'ylanmasa va ular uchun duo qilmasa, o'ziga va qabrdagilarga xiyonat qilgan bo'ladi." Shunlashqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qabr yo'qlashning inson qalbiga bo'lgan zo'r ta'sirini ko'zda tutib, kishilarni qabr yo'qlashga qiziqtirgan. Burayda radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mundoq deganligini rivoyat qilgan: "Ilgari sizlarni qabrlarni ziyorat qilishdan to'sgan edim. Endi ziyorat qilaveringlar, chunki bu sizlarga oxiratni eslatadi." Rivoyat qilinishicha, Davud Ta'i qabri ustida yig'lab turib, mono beyt o'qiyotgan ayolning yenidan o'tib qoldi. Bo'lganda qabrda lahat ichida, o'ng yening zaminni qildi selincha, shodlikning lazzati bo'lg'aymi manga, tugatding hayotni yetmading anga. Ayol beytni o'qib bo'lib: "Ey o'g'lim, kashki qurutlarning seni qaysi tarafdan boshlab yeyotganligini bilsam-chu" deb nido qildi. Bu so'zni anglab Davud Ta'ini chaqmoq so'qiyotgandek bo'ldi-da, o'shidan ketib yiqildi. Aziz qarindishim, shunlashqa siz o'limni ko'p aslang. U cho'qim keladi. Hisob berishga va qabrdagi imtihonga tayyorlik qiling. 4-si, nafl amallarni davomlashtirish.
Bunun qatorida nafli ibodatlarga va zikrga hirisman bo'lish, yaxshi amallarni qilish va yaxshilik yo'lida chiqim qilish va kishilarga go'zal axloq bilan muomala qilish qatorliqlar bor. Haqiqatan qiyomat kuni mo'minning tarozisida go'zal axloqdan ig'ir turadigan narsa yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har bir yaxshilik sadiqadir degan. U yana mundaq degan: Sizlardan Rabbi bevosita so'zlamaydigan birmi kishi yo'q. İnson o'ng tarafiga qaraydi, qilgan amallarini ko'rdi. So'l tarafiga qaraydi, qilgan amallarini ko'rdi. Oldiga qaraydi, do'zaxni ko'rdi. Şoňa sizlar yerim xorma bilan bolsamy, agar unumy tapalmasanglar, yaxshi söz bilan bolsamy Allohga taqvodorlik qilinglar. Abdurrahman ibn Abdullah ibn Sabit rivoyat qilib mundaq deydi: Abu Bakr radhiyallohu anhuning ajal vaqtlari kelgan chaqda Umar radhiyallohu anhuni chaqirdi va uningga mundaq dedi: Ey Umar, Allohdan qo'rqqin. Shuni bilginki, Alloh uchun qiladigan ba'zi kunduzlik ibodatlar bor. Alloh uni kechasi qabul qilmaydi. Ba'zi kechilik ibodatlar bor. Allah onu kunduzi qabul qilmaydi. Farzlar ado qilinmay turib, naflani qabul qilmaydi. Bandaning qiyomat kunidagi tarozisi uning bu dunyoda haqiqatga ergashganligi uchun ig'ir bo'ladi. Qiyomat kuni haqiqat qo'yilgan tarozi ig'ir keladi. Alloh taolodan bizga nusrat ato qilishini, gunoh va xatoliklarimizni afu qilishini, natijamizni yaxshi qilib berishini, dunyodagi eng oxirgi so'zimizning la ilaha illalloh bo'lishini nasib qilishini so'raymiz. Amin. Tercümede Şehrizat. Saciye İslam Tadqiqat Merkezi.